keling, kamerani olib keling. Ko'pchilikda gangir bosh kasalligi, ya'ni qo'ylarni aylanma bosh bo'lganda ko'pchilik birdan nima deydi? Pichoqda olib kelib so'yib yuboraman deydi, to'g'rimi? O'shanaqa narsa bo'lmasligi uchun birinchi bo'lib bu kasallikni oldini olish kerak. Kasallikni oldini olish uchun immunoparazitan dori vositasi qo'llaniladi. Muskul orasiga 5 marta inyeksiya qilinadi har haftada 1 marta. Agar kasallik yuzaga chiqadigan bo'lsa, dozani 2 barobarga ko'paytiramiz va 6 marta inyeksiya qilamiz. Mana bu qo'yimiz hozir 5-marta inyeksiyasini olgan. Agar bu inyeksiya qilinmagan deydi, 1 oyda ichida o'lib qolar edi qo'yimiz. Hozir bemalol ovqat yeyapti. Boyagi videoni ovqat yeyotgan joyini montaj qilib bemalol qo'yib yuborasizlar. Doridan odamlar olib bemalol foydalanishsin. Mana bu dori bilan bizlar ancha qo'ylarni umrini saqlab qolgan bo'lamiz. So'yilishdan tiyib qolib, sog'liq bo'lsa tug'adi, qo'chqorlar bo'lsa agar katta bo'lib keyin so'yiladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa agar mana shunaqa qo'y boqadigan, echki boqadigan, hattoki mol boqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ysalaringizga manfaatli bo'ladi.